O'tgan safar imtihonda 2 kishi yiqilib chiqibdi. So'rasam, qanoq yiqildinglar desam, chala parkovkada yiqildik deb aytishdi. Chala parkovkani qanoq bajardinglar desam, ular chala parkovka deb ma'mur etishar ekan. Parkovkaga kirishar ekan. Kirishayotgan paytda rulni misol chap tomonga oxirgacha burib, xo'p, balonlarimiz mana bu holatda bosmaganda parkovkani mashina chala parkovka deb o'ylashganda, mana shu holatda shuni chiqib ketishgan, ularga -100 ball berilgan. O'rtoqlar, bu chala parkovka hisoblanmaydi. Ko'pchilik mana shu holatda kirib, parkovka qildim chala deb o'ylab chiqib ketyapti-da, -100 ball berib imtihondan yiqilib qolyapti. Hozirlarga chala parkovkani o'rgataman, undan keyin to'g'ri parkovka qilishni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Chala parkovka qachonki siz parkovka mashinaga kirayotganingizda hech bo'lmasa orqa baloningiz mana bu splashnoy chizig'i bossa, mana shu holat chala parkovka hisoblanadi va sizga -20 ball berib imtihondan bemalol chiqib ketishingiz mumkin. Agar ballingiz -80 ballgacha kelgan bo'lsa, yaxshisi to'liq parkovka qilib chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, yon parkovka mashqini bajarish uchun mana avtomobilning ichkari qismidan ko'rib turibsizlar, orqa balonimiz parkovkani mana bu burchagiga to'g'ri kelgan. Ko'rinib turibdi. Bu yoqda mana balon, bu yoqda mana orqa parkovka burchagi ko'rinib turibdi sizga. Mana shu holatda rulni o'ng tomonga oxirgacha burib olamiz. Keyin chap bokoviga qaraymiz. Chap bokoviga qaralganda mana balonimiz mana bu sariq uzuq chiziqni ustiga olib chiqqanda mana to'xtaymiz. To'xtagandan keyin rulni chap tomonga oxirgacha qaytaramiz. Qaytarib yana orqaga yurishni davom etamiz. Bokovilarga qarab olamiz yaxshilab. Mana parkovkamiz ideal bajarildi. Amaliy imtihonlarga oid foydali videolar va ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga albatta obuna bo'ling. Agar amaliy imtihonlarga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, keling bizni imtihon markazi bilan birga bir xil bo'lgan ushbu avtodromda imtihon muhitini birinchi his qilasiz va borib imtihonlarni bir urinishda muvaffaqiyatli topshirasiz. Parvoz avtomaktabi har doim natija bilan gapiradi.